Sizga kosmetolog huzuriga bormasdan $100 cheska retseptini o'rgataman. Yaqinroq keling. Bu retsept yuzdagi barcha qora nuqtalarni, o'lik terilarni olib tushib ketadi. Agar siz mana shu maskani uy sharoitida tayyorlab qilsangiz, kosmetolog huzuriga borib cheska qilishingiz shart emas. Bizga kerak bo'ladi 3 ta aspirin, ezilgan limon, asal hamda suv. Bularni yaxshilab aralashtirib olamiz. Yuzingizda 3 daqiqa qoldirasiz, yengil masaj qilib buni. Juda ham yengil masaj qilib, qo'lingizni barmoqlar uchida aylantirib chiqasiz. 3 daqiqa yengil masaj qilasiz. Juda ham yengil. Bu vaqtda albatta perchatka bo'lish kerak. Qo'lingiz qurib qolsa, qo'lingizni darhol qo'llab yana davom etasiz. Mana yuvilgandan keyin yuzingiz mana bu holatda top-toza bo'ladi. Ikkinchi etapiga o'tamiz. Buning uchun biz pomidorlarni olamiz va kofega tekkizib mana bu holatda. Buning vazifasi terimizdagi o'lik hujayralar olib ketildi, lekin ba'zilari qoldi. Bu yengil peeling vazifasini bajaradi. O'sha uchun uy sharoitida 1 oyda 2 marta bu cheskani qilib turing. Yuvib oldim, ya'ni pomidor bilan kofedan keyin endi yuzingizga uydagi doimiy teri parvarishingizni davom ettiring. Bu maskani 1 oyda 2 marta qiling. Yuzimni cheska qildirishim kerak deb yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.